Arab tilida 7 xil nun harfi borligini bilarmidingiz? Agar hayron qolgan bo'lsangiz, hozir sizga hammasini aytib beraman. Undan avval arab tilini eng oson Misr uslubida o'rganish uchun izohlarga plus qo'ying, direktdan darslarimizga ulanishingizga yordam beramiz. Birinchi nun moziy va muzori oxirida keluvchi muannaslik nuni. Masalan, katabna yoki yaktubna. Ikkinchisi nunul viqoya. Bu fe'l va ya zamirni ajratadi. Masalan, akramani. Uchinchisi nunut tawkid. Bu fe'lning ma'nosini kuchaytiradi. Masalan, la azhabanna. Albatta ketaman degani. To'rtinchisi nunul musanna. Ikkilik ismlar oxirida keladi. Masalan, qolamani. Ikkita qalam. Beshinchisi muzakkar ko'plik oxirida keladi. Masalan, muallimuna. Oltinchisi af'alul khamsa nuni. Bu ikkilik va ko'plik fe'llari oxirida keladi. Masalan, yadrusani yoki yadrusuna. Yettinchisi esa biz ma'nosidagi fe'l boshida keluvchi nun harfi. Masalan, na'kulu. Ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, uni saqlab qo'ying va arab tili tanishingizga yuborib qo'ying.